Yapma, o potentiometrlar ledni boshqarib boqaylik. Potentiometrlar ledni boshqarishda avvalgi video kompyuterni sig'im to'shib ketib, to'xtab qolib turganda man videoni yangidan boshladim. Man potentiometrlar ledni qanday boshqaramiz degan vaqtda ko'rganingizdek bir tal potentiometr bor qo'limizda, bir tal led bor. Potentiometr qandaqdi? Manda boshqarib oladi. Avval bu yerga potentiometrning oddiy nimasidan birini qilib beray. Bir tal led, bir tal mana chiroq. Mana batareya. Batareyaning mana artın artığı yani musbat manfiy taqdiq. Chiroq yanadi. Yandi, chataq yo'q. Endi ma potentiometrdan birini taqab, mana potentiometrga mana meyga mana taqsaq, qaranglar. Endi baqayli. Va yandi, bek yandi. Bu qanday ishlaydi desak, buning ishlash usuli mandaq. Mana qarasak, biz ma chiroqning bir uchini meyga taqdiq. Chiroqning bir uchini meyga taqdiq, chiroqdan kelgan yana birini meydan qildik. Bu tok meydan mundoq mingib, ma o'tirdi meydan tutishib chiqadi. Ma istirlikka ma mangdi. Biz yilqi buraymiz, to'lg'aymiz. Qanchalik to'lg'ib olsak, ma qariya hamsi ma dirench qarshilik qildiya. Agar ma yana kichik qilib olsak, tok mandaq kelib, mandaq ketaladan qilsak, qarshilik az bo'lg'achqa bakrak yo'riq yandi degan. Buni tushunadi deb o'ylaymizmi? Unda bo'lsa, ma'niki bek bo'sh yenishning sababi shu. Endi biz mana bu qilganimiz kelaylik. Bu murakkabimiz. Ben qarasam bir tal ledni 6dan chiqardik. 6dan chiqarib, shundan keyin bu yerga keldi, shuni generator ketdi. Manaki 5 voltni ortiq taqib generatorni manfiy taqib andiki maniki 1.5 generatorga 1.5 5 volt taqaymiz. Mana biz to'lg'an siri qiymat o'zgardi. Bu qiymatni analog read orqali o'qib, andiki mana chiroq avatimiz. Keyin nurg'un narsalar qilib oldi. Mana qiymatni tanishlash orqali 7 signal display orqali o'zgartirish deganak. Endi 6-pinni ishlatamiz dedik. 6-pinni ishlatamiz. Endi mana deylik. Bitta variable nimani qilaylik? Init led deylik. Init led tang 6 bo'lsin. Endi mana led deylik. Endi init value deylik. Value qiymatga value 0 bo'lsin masalan. Endi digital write ledning qiymatini yo'q, digital write emas. Analog write. Analog write degan digital write degan high low qilatdik biz. High low degan. High yuqori, ya'ni tok yo'q qilatdik. O'z bunday qilmaymiz. Analog write degan ya'ni 0 bilan 255 ning oralig'ida qiymat ola oladi degan gap. Unda bo'lsa, biz led deganni mana bir qiymatni o'qib olishimiz kerak. Value cho'nkichga yozadigan value deymiz. Analog read deb atalgan bor. Buyruq bor. A0 chatdiq-ku, analog read, mush analog readni o'qib elib, nuqtali belgi, ya'ni cheklik bashni qo'yamiz. Andikin value baqayla ishlamdi. Bo'p ketdi. Bu qanday bo'ldi degan, yana bir narsani ishlatishni o'rgatib qo'yaylik. Serial begin. Serial orqali bir narsani o'qishni o'rgatgandim sizlarga. 9600 deylik. 9600 endi serial chekit printlayni nimati? Serial write printlayni. Print line demakchi. Andikin managa value degan 13-quruqni yoz degan. Men serial monitorni ochsaq,
Şimdi de etsemiz. Bunda bir narsa yok deydi. Serial write da bakalım. Write line. Yani lekin çatak çıkdı. Bir çatak nereden çıkdı? Write line. Yen kurgu yazdı. Serial write ne? Serial. Arduino. Serial. Nasıl unutup kalmasam derhal ben şey Google yazıla. Aşmayı turuplan bilgi oldu hatta. Arduino serial. Arduino'nun uzun torbasını paylaşımız karanlar. Printlerine. Arduino serial printlerine. Ha buldu. Doğru istikemiz bu. Stop kılayla kodumuz toxtumdu qana qılmaz. Toxtutamdık o kodni. Refresh qılsaq buldu. My potentiometer. Okay. Sımış qıladık. Print line. Print line demekçi. Hemen qarana. Matrep qısaq 1023 oldu. Matrep qısaq 0. Yani 0 ile 1023'ün aralığında. Onda olsa manadan ma Ekmek kaçtı yani 6. numaralıktan kandak çıkıptı. 7'den çıkamaydı 6'dan çıkardı. Kandak çıkarttı. Bu valyonu 4 küpülü bassak bulduğunda olsa bölüngen 4 de bassak valyonu 4 küpülü bassak den gap 1024 olgan vaqt 250 yani en oң taraf olgan vaqtda yoruq oldu. Oturga olgan vaqtda. Ködüldüma. Yak bomsmada bir narsa var. Value tam oldu. Map nölden 1020 value'nu bir körete hemen unutup kaldım. Arduino value'da yazsanlar Arduino value emas. Arduino map deb yazsam map'da bitta funksiya var. Bu funksiya qarsaqlam Arduino'nun map degan funksiyani yazış qarsak mavu x dan kelgan qimmatni 1dan 52 olsa 50dan 1gacha. Yani from yani yagil qarsak bu sintaksinga. Value from low'dan from high'gacha to low'dan to high'gacha. Mush gapni tushunsak bo'ldi. 0dan 1023 kirsa 0dan 255gacha deb o'zgartirib olsak bo'ldi. Bo'lsa value tam oldu. Bu value kiran qimmat nima olsak value 0dan 1023 qimmat kirsa 0dan 255gacha o'zgartirib olsaklar shunda chiroyli ishlatamiz mumkin. Qarana 255. Evet, yaxshi. Endi buni boshqara oldik. Yaxshi. Potentiometrni boshqardik. Potentiometr bilan servoni keyingi videoda qilaylik. Davom qilib o'taman. Yana bir nachaga. Servo motori keldi hamda. Burun qilib qo'yganlarim o'xshaydi, lekin yangidan qilay bo'ldi. Servo qarsak, servo demo deyli. Arduino, where is our Arduino? Endi
servo motorun qandayligini bilsizlar. Servo motor 0 gradusdan batareya bilan qilib boqilmi? Sinab boqamdiq batareya bilan. Batareya bilan qilmaydi. Endi boshqa bormi? Oldidan biz breadboard ishlatish qo'llanmasi bo'yicha GND taqayli. GND'lerimizin GND'ga 5 voltni 5 voltni MD yo'q. Teatrga qilib qo'ydik. Black, red. MD RGB'larni oshibadi, uni soltirib tushunadi. Endi biz bu servoni qanday qilmaymiz? Groundda qaytganmiz, shundami? Qora rang bilan taqayli. Ground degan edi. Powerni mayga taqayli. Qizil bilan taqayli. Endi signalni qayerga taqishimiz kerak? Signalni taqilib oltiga taqayli. Oldidan biz normal bir cho'g'itib boqayli. Kod. Biz bunday kodni yozmaymiz endi. Mandarini yozamiz. O'chirib turib. Void setup. Endi nima ish qilamiz degan vaqtda, void setup. Bitta serverni akirg'ash va include. Hatta men o'zim serverning nimasi bor deyman. Mana bunday akirsaklam mana ko'rib olaman, unda chiqib bo'ldi bunda. Chiqib bo'ldi. Men o'sha joyini tushuntiraman bo'ldi, unda qilmay bo'ldi. Signal rangini yellow qilaylik yoki orange. Normalda mana shunday bo'ldi-ku, orange. Endi bu C++ servo, ya'ni 3-qurmada o'ylan hozircha. Men ayrim C++ni yaxshiroq aytib bersam bo'ladi. Servoni ishlatmaydigan gap, servoning ba'zi alayliklarni ishlatmaydigan gap. Endi servo bayam init A, init B degandek narsani qanday servo desak, masalan, talay bir odam ketyapti degan bo'lsa, kallamning sirti bir odam shakllanadi. O odam degan kallam odamga ega bo'lgan bütün alayliklar bor. Ko'zi va qishi va quloq va burni va og'zi va mag'zi va chechi va puti va gap qila oladi. Ya'ni normal doim uchraydigan bir odamning obrazi bor kallamda. Adam degan kelashlardan shakllanadi. Ammo agar biz servo deb birini ishlatamiz. My servo deydi. My servo. My servo, men shu servo alayliklariga ega degan gap, o'zalliklariga ega degan gap. Endi void setup, void loop endi nima ish qilmoqchi biz? My servoni attach deb bir nima bor. Attach 6ga attach qildik, 6ga bog'ladik. And then my servoni 6ga attach qildik. Endi my servoni check it right 50 daraja, ya'ni 180 dan har xil nima qilib bo'ldi-ku? Aylantirib bo'ldi-ku, delay 100 dedik. Biz oldidan mana kodni sinab boqaylik.
50 ama 150 değil ha. 50 ile 150 narlıqda. Vaqt qısqıb qaldı da. 550. 500. 50 ile 150 narlıqda. Çüylep ötütkünüңlarmı? Ha, onda bolsa. Nayt yaxşı. Biz bunu başqara aldık. Potensiyometr bilen başqarıp bakamdık. Bayan potensiyometrni öğrendik. Potensiyometr bilen başqarıp bakaylı. Potensiyometr. Kana poten. Ha. Bunda bolsa mana ekan. Bu ne? Mana taqaylı. Mana qara taqğanımız. Qara taqğanımız ne boldu? Qara taqğanımız grant oldu. Mana red oldu. Endi bunu biz yani A0 gapiraylik da qılıpla. A0dan qanday yapsaq, nereden yapsaq chiroyli chiqar. Üsteki chekilishi oldu. Bunu mu yana brown qilaylik. Endi mana ko'rdinglar. Demek bital bir narsani aniqlaylik. Init val deylik. Value demekçi. Value 0 olsun. Endi val tam oldu analog read analog yani analog alıp okuyma A0'dan K'ga uçurlarni ama A0'dan K'ga uçurlar bunda Arduino evet kil oldu. Meyeden kubul qılatdık. Endi val tam oldu map yani 0'dan başlap 1023'e uçur kelgan bolsa bu 0 bilan 179 gradus. 1 bilan 179 gradus deyilchi 180 gradus aralığında demekçi. Endi A0 arqali potensiyometrdan kelgan uçurni o'qiyman. Andikandan men mapda bitta funksiya bor. Mana shu funksiya yani mana shu ishni qiladigan bitta kod blok deb o'ylanglar. Scratch kod blok o'xshaydi. Map deganimiz mana shu valuedan kirgan 0 ni 1 ga 1023 bo'lsa 179 ham bundoq yeyib asharliqqa tangshaydi o'zi. Shunlardagi ma'ni val qilib olsa qaranglar. Bo'ldi degan gap. Nerede xatolik chiqdi? Xatolik nerede? Error in deb qo'ydim-da. Integer tipliq bo'lish kerak. Butun son oladi. Endi yana bir yerda xatolik bor. Nerede xatolik bor? My server write val. Nima dedi? Bir cheklik 5 ni bir narsalarni kam qo'ydikmi? Void loop at the end of input and error expected. Ha, mayli bir tal. Ma 13 ko'rib boshlagan bo'lsak, mayli oxirlashtirishdan buni qo'yishimiz kerak. To'xta. Ha, biz mana shu ikisini almashtiruvchi ta'tirib qilganda qildik. Managa qilsak. Andiki mana qizil mana potensiyometrni tok bilan ta'minlash kerak-ku. Matrab qilsak, eng matrab cho'kildi. Bo'l tez chiqqan. Bo'ldi. Tugdi. Unda bo'lsa servo demo tugagan bo'ldi.